Gündüz için yaralgan kun, aysız o'tmas yulduzli tun. Gündüz için yaralgan kun, aysız o'tmas yulduzli tun. Siz borsiz ki canım bütün, siz men uchun yaralgansiz, siz men uchun yaralgansiz jonim. Ko'klardagi oyim, ko'ksimdagi jonim, ko'klardagi oyim, ko'ksimdagi jonim, siz men uchun yaralgansiz, siz men uchun yaralgansiz. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Yuragimsiz ko'ksimdagi, nafasimsiz tanamdagi, siz borimsiz o'zimdagi, siz men uchun yaralgansiz, siz men uchun yaralgansiz jonim. Baxtli bo'lib, dunyoda ikkita baxtli bo'lsa bittasi bo'lib, qo'shgani bilan qo'shilib, uvali-juvali bo'lib yursin. Doim ota-onasini xizmatida bo'lib, borarli kelarli bo'lib yursin. Men uchun yaralgansiz, siz men uchun yaralgansiz. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Suvsiz daryo to'lmaganday, bahorsiz bog' kulmaganday, osmonsiz yer bo'lmaganday, siz men uchun yaralgansiz, siz men uchun yaralgansiz jonim. Ko'klardagi oyim, ko'ksimdagi jonim, ko'klardagi oyim, ko'ksimdagi jonim, siz men uchun yaralgansiz, siz men uchun yaralgansiz. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Uzoq yaqindan vaqtlarin ayamay kelgan mehmonlar, assalomu alaykum. 2 yosh baxtim yuragiga yaqin olganlar. Mana bugun biz mana shu kelishlarning nikoh marosimiga yig'ilgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib bu kelishlarga dunyoning 7 mo'jizasidan biri hisoblangan Toj Mahaldek go'zallikni, quyoshdek yorug'likni, buloq suvdek tiniq beg'ubor hayot, sof muhabbat tilab qolamiz. Baxtli bo'linglar. Endi biz sizlarni kelin-kuyov ajratilgan xonalarga taklif etamiz. Marhamat, kelin-kuyovlar guvohlari bilan. Mustaqil hayotga qadam qo'yasiz. Sevgingiz, baxtingiz taronasiga do'stlarni davraga taklif etamiz. Marhamat guvohlar, kelin-kuyovlar uchun o'zida so'zlaringizni izhor etishingiz mumkin. Assalomu alaykum, mana shu yerga yig'ilgan aziz do'stlar. Biz mana shu yerga yig'ilishimizning sababchisi bo'lmish Dugona O'g'ay va uning shu kundan e'tiboran umr yo'ldoshi bo'lmish Oybeklarning zakis qismiga yig'ilishib turibmiz. Men shu fursatdan foydalanib bu 2 yoshga baxt tilayman, baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun biz do'stim Oybekning xonalarini birinchi bazmiga yig'ilibmiz. Men ularga chin qalbimdan baxt tilayman. O'rta o'rtoqlar nomidan ularni tabriklayman. Baxtli bo'linglar. Mana shu isbot tariqasida kelin dugonalari yoki kuyov do'stlarini davraga taklif etamiz. Yüreğine koşup güllerle seni görünce malisine İnanasın yaratmanın alıp kaçmasın. Yüreğine koşup güllerle seni görünce malisine İnanasın yaratmanın alıp kaçmasın. Kal muhabbet gelen yüreğimde ağlar. Yerine koşup oynatma, damlada çok oynatma. Yine kal muhabbet oynatma, yüreğimde ağlatma. Yerine koşup oynatma, damlada çok oynatma. Chiroyli qarsaklar ostida kelin-kuyovni davraga taklif etamiz.
Azizlar mana oila qurdingiz. Poydevori uning bo'lsin mustahkam, gard yuqmasin unga pichqa shamol bo'lganda ham. Muhabbat deganda navo hayron, muhabbat deganda fuzuli hamlo, muhabbat deganda Pushkin duelda, muhabbat deganda furqat o'limda. Aziz kelin-kuyovlar, bir-biringizga bo'lgan muhabbatingiz doimo portlab tursin. Baxtli bo'linglar. Endi nikohlaringizni tantanali ravishda qayd etish uchun sizlarni zalga taklif etamiz. Assalomu alaykum, baxt to'yiga yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana bugun 21-avgust 2003-yil O'zbekiston Respublikasi fuqarolari kelin, Mamgit va o'g'illarning nikohlari tantanali ravishda qayd etilmoqda. Azizlarim kelin va kuyov, nikohlaringizning qayd etish kuni sizlarning hayotingizning eng unutilmas va quvonchli kunlaridan biri bo'lib qoladi. Sababi sizlar bugun yagona ittifoq va azaldan islom dinida muqaddas sanalgan axloqiy pok oila qurmoqdasiz. Shu bilan bir qatorda o'z zimmangizga oilaviy hayotning quvonchu tashviqlarini olmoqdasiz. Shunday ekan, nikoh ittifoqining tuzilishidan avval davlat vakili sifatida sizlarga bir savol bilan murojaat etmoqchiman. Oybek hamda O'g'loy, sizlarning oila qurishingiz erkin, samimiy va hamjihatlikka asoslangan. Marhamat, savolimga javob beringlar. Oybeklikka asoslangan. O'g'loy, bu holda nikoh ittifoqining tuzilishini o'z imzolaring bilan tasdiqlashlaring uchun sizlarni stolga qo'shib kelishlaringizni iltimos qilaman. Nikohlaringiz Olmaliq shahar Fiqh bo'limi tomonidan tantanali ravishda qayd etildi. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 13-moddasiga asosan sizlarni bugundan boshlab bir oila, ya'ni Turg'unovlar oilasi deb e'lon qilaman.
matohlar, romli sanalgan nigoh izlarini almashtiraylik so'rayman. Uzik taqdir qo'linga tillo uzik muborak singil hayot yo'lin qo'shdi yo'lingga tillo uzik muborak bo'lsin muborak bo'lsin tillo uzik muborak bo'lsin tillo uzik muborak bo'lsin tillo uzik qo'lingda qolsin muhabbati dilingda qolsin tillo uzik qo'lingda qolsin armonlari qoldi ortimizda sovich azoblari qaytmas qalbimizga hijronli u kunlar endi yo'qdir jonim bu misol onlari hayol emas yorim sevgimiz faryodi yetti falaklarga ishqimiz xo'rlangan u tosh yuraklarga pok qalbimiz to'lsin ezgu havaslarga oshiq bu ko'ngillar yetsin murodlarga orzularim ushalgan kun hasratlarim tugar bugun holi yordir bizga mangu baxt to'yimiz yorim bugun orzularim ushalgan kun Shunday baxt topkiki, baxtlik toling faqat o'zingga emas, hammaga yoqsin. Baxtingga baxt tilab, baxtli insonlar ortingdan havaslar, shodlikla boqsin. Aziz kelin-kuyovlar, qonuniy nikoh bilan sizlarni tabriklayman. Hayot yo'lingiz hamisha ravon va yorug' bo'lsin. Baxtli bo'ling. Bizga mangu baxt to'yimiz yorim bugun sening sevinchlaring yayratar qalbimni sen borsan yasharman bog'lab hayotimni jon beray joningga o'tli yuragimsan hayot inom etgan mening yolg'izimsan sevgimiz faryodi yetti falaklarga ishqimiz xo'rlangan u tosh yuraklarga pok qalbimiz to'lsin ezgu havaslarga oshiq bu ko'ngillar yetsin murodlarga orzularim ushalgan kun hasratlarim tugar bugun holi yordir bizga mangu baxt to'yimiz yorim bugun orzularim ushalgan kun
Hadi endi kerak yo'llarni kuzatib qo'ysa ham bo'lar. Rahmat.